Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 5-bob. Hadislarning uydirilish sabablari. Kitobimizning avvalgi boblarida, xususan 2-bobda Qur'onning din manbai sifatida yetarli ekanini ko'rdik. 4-bobda hadislarning to'planish uslublarini ko'rib chiqqanimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, hadislar qanchalik muqaddasot qiyofasi kiydirilmasin, dinning manbai bo'la olmas ekan. Sahobalarni xatosiz deya e'lon etish va hadislarni ma'nosiga ko'ra naql etish kabi hadischilik uslublari istar istamaz yolg'on hadis uydirishga yo'l ochishini ko'rdik. Ushbu 5-bobda esa hadis to'plashdagi uslubiy muammolardan yuzaga kelgan uydirmalar haqida emas, balki dinga qasddan qilingan uydirma va ilovalarni ko'rib chiqamiz. Va bu hadislarning uydirilish sabablarini 10 moddada jamladik. 1. Dinni buzish, uni hayotdan chetlatish uchun uydirilgan hadislar. Din dushmanlari dinimizni ma'nosiz va yashab bo'lmas holga keltirish uchun son-sanoqsiz hadis uydirganlar. O'zlari va ortidan keladigan dinsizlar ham islomni buzishga mazkur hadislardan foydalanishgan. Islomga nisbatan adovat, kin va nafratlarini yashirib, zohirda samimiy dindor ko'rinib, xalq orasiga tanilgan ko'plab kofir va munofiqlar eng avvalo islom asoslarini buzishni va musulmonlar qalbidagi iymonga shubhalar solishni maqsad qilishgan. Ushbu maqsad yo'lida aqlga sig'maydigan, fikrlarni bulg'aydigan, payg'ambarning aytish ehtimoli umuman bo'lmagan 10 minglagan uydirma rivoyatlarni hadis nomi ostida ilm maskanlarida, diniy kitoblarda joylashtirishgan. Qur'ondagi oyatlardan shuni ko'ramizki, munofiqlar hali payg'ambarimiz hayotlik davridayoq musulmonlar orasida doim fitna qo'zg'ab yurganlar. Xalifa Mahdi davrida qatl etilgan mashhur kofir Abdulkarim ibn Abul Auja o'limidan oldin ushbu qo'rqinchli so'zlarni aytib ketgan. U shunday deydi: Sizlar meni o'ldiryapsiz, ammo men sizlarning diningizda halolni harom, haromni halol qiladigan 4000 hadis uydirdim. Agar Qur'ondagi oyatlarning adadi 6000 atrofida ekanini hisobga olsak, bir kishining 4000 hadis uydirishi qanchalik qo'rqinchli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini taxmin etish qiyin emas. Ahmad ibn al-Suvaybari, Muhammad ibn Ukkosha, Muhammad ibn Tamim payg'ambar nomidan 10 mingdan ziyod hadis uydirishgani qayd etilgan. Bu Ibn Hajarning Lisonul Mizon asarida. Imom Zahabiy o'zining Mizon asarida yozishsa, Ahmad ibn Abdulloh minglab rivoyatni hadis imomlariga bog'lab turib uydirgan. Dinar Abu Miqyos esa mashhur sahobiy Anas ibn Malikning xizmatchisi bo'lganman deya iddao etib, Anas ibn Malik nomidan uydirmalar naql etib o'tgan. Hadischilarning kitoblari dinni buzish uchun qasddan hadis uydirganlarning e'tiroflari bilan to'la. Bu uydirmalarning borligi ma'lum, ammo bugun bu uydirmalar mashhur hadis kitoblariga aralashmaganini hech kim kafolatlay olmaydi. Qur'onda zikr etilgan, payg'ambar hayot davrida bor bo'lgan va so'ngra 200 yil bo'yicha chiqqan munofiqlarni kim qanday tasbit etgan, ular uydirgan to'qima hadislardan diniy kitoblarini kim qanday himoyalay olgan deysiz. 2. Siyosiy nizolar oqibatida uydirilgan hadislar. Payg'ambar vafotidan yarim asr ham o'tmasdan Ali va Muaviya o'rtasida to'qnashuvlar yuzaga keldi. Bu to'qnashuvlardan e'tiboran islom olami qaytarib bo'lmas siyosiy nizolar girdobida qoldi. Siyosiy jihatdan ayrilgan jamoalar ko'p sohada tafriqa va o'zaro adovatni doimiy odat qilib oldilar, o'z siyosiy firqasini destaklaydigan hadislar uydirdilar va o'z siyosiy harakatining haqligini iymon masalasi, unga ishonishni esa Allohning farzi deya taqdim etdilar. Va albatta o'z liderlarini ulug'lab, raqib liderlarini yer bilan bir qilib keldilar. Haliliyning Al-Irshod nomli asarida Shiyalarning Ali haqida 300 ming hadis uydirgani va Alining so'zlarini qanday buzganlari bayon etiladi. Bu raqam, ya'ni 300 ming hadis, Qur'ondagi oyatlar adadidan 50 barobar ko'p.
Shiyalikdan qaytgan kishilar shiyalar haqida Alloh ularni qatl etsin, qancha hadislarni o'zgartirdilar deyilgani Sahih Muslimda yoziladi. Abu Bakrni Alidan ustun sanovchi va buni mazhabining bir sharti sifatida ko'ruvchi sunniylar aqidasida va Alini Abu Bakrdan ustun sanovchi va buni iymonning shartiga aylantirgan Shiya aqidasi. Bu ikkalasi orasida asrlar davom etgan nizolar ushbu moddaga yorqin misol bo'la oladi. Shunisi aniqki, din siyosiylashgach, iqtidor egalari uni o'z manfaatlariga moslab o'zgartiravergan. 3. Dinni yetarsiz gumon qilib, uni qutqaruvchilarning uydirgan hadislar. Dindor deya tanilgan ko'plab musulmonning ahvoli Yahyo ibn Saidning ushbu so'zlarida eng go'zal ta'rif etilgan. U shunday deydi: Solih deyilgan kishilarni hech bir masalada hadislar borasidagi kabi kazzobligini ko'rmadik. Bu haqiqatni e'tirof etuvchilardan biri eng sahih deyilgan 2 hadis kitobidan birining muallifi Muslim ibn Hajjaj. Muslim Abu Zannotdan shunday naql etadi: Madinada 100 kishi bilan uchrashdim, hammasi ishonchli kishilar edi, ammo hadislari olinmas edi. Bu Sahih Muslimda keltiriladi. Ko'rib turganimizdek, ko'plab so'zda dindor va ko'zda taqvodor zotlar hadis masalasiga kelganda kazzob bo'lib chiqqani hadischilarga ham ma'lum bo'lgan. O'z shaxsiy fikrini o'ta qiymatli sanaydigan bu zotlar dinga ilova kiritarkan islom yo'lida xayrli ish va ummatga buyuk xizmatlar qilayotganini gumon etardi. Masalan, Qur'onda bo'lmagan haromlik va salomlik odatini dinning buyrug'idek dinga kiritganlar ehtimol erkak ayolni ayirib o'zlaricha zino va fahshning oldini olmoqchi bo'lgandir. Shu joyda izoh qilib o'taylik, bu tatbiq dinlashmasdan haromlik va salomlik degan turklardagi odat dinlashmasdan bir an'ana o'laroq amal qilinsa muammo bo'lmasdi. Muammo bu an'anani amal qilinishida emas, balki dinlashtirilishidadir. Vaholanki Alloh ulardan ham yaxshiroq bilishi, Alloh hech narsani unutmasligi va kerak bo'lsa edi Qur'onda bu mavzuda ham oyatlar nozil qilishga qodir ekanini bilishlari kerak edi. Allohning nozil qilmagani biror hukmni dinga kiritib, islomga foyda keltiraman deb gumon qilish yanglishdir va buning ayanchli oqibatlari barchamizga ayon. Dinni o'zining shaxsiy qarashlariga go'yoki muhtoj ko'ruvchi, so'zda dinga yordam beruvchilarni Allohning erkin tanlov uchun ochiq qoldirgan mavzularda hukm chiqarib, din deya taqdim etuvchilarni ham dinni yetarsiz gumon etib, uni qutqarmoqchi bo'layotganlar sinfiga kiritish mumkin. 4. Dinni chiroyli ko'rsatish uchun uydirilgan hadislar. Bu moddaning 3-moddaga qisman o'xshashligi bor. Bu yerda ko'radiganimiz kishilar ham Allohning dini mukammal ekanidan bexabar bo'lib, dinni komil etishga uringan. Bu kishilardagi asosiy qayg'u dinni boshqalarga sevdirish, ibodatlarni yoqimli ko'rsatishdir. Bunaqa populist qayg'u Allohning nozil qilgan dini bilan insonlarning uydirgan dini, hadis va rivoyatlarining qorishishiga keng yo'l ochib bergan. Bular orasida Abu Ismat Nuh kabi Qur'onning har bir surasiga alohida fazilatlar uydirganlar bor. Payg'ambarimizni ulug'lash uchun u zotni boshqa payg'ambarlar va barcha maxluqotdan ustunliklariga doir hadislar uydirganlar ham bor. Ular o'z himoyasi uchun shunday deyishgani aytiladi: Biz payg'ambar nomidan yolg'on uydirmadik, aksincha payg'ambar keltirgan dinni kuchaytirish uchun qildik buni. Bu Ibn Hajarning Fathul Bori asarida keladi. Ular hadis uydirishni yolg'on deb hisoblamaydi. Hatto bu gunohlarin uchun Allohdan ajr savob ham ta'ma qiladi. Ibnul Javziyning Mavzuot kitobida shunday deyiladi: Biz payg'ambar foydasiga yolg'on aytyapmiz va uning shariatini quvvatlantiryapmiz. Ko'rib turganimizdek, bu uydirmachilar Allohning Qur'onini noqis ko'radi. Hatto hadis uydiribla qolmasdan, hali dindorlik va taqvoda chempionlikni ham hech kimga boy bermaydilar. O'ta dindor va taqvodor tanilgan kimsalar bunday xarakteristika bilan eng tahlikali sinflardan biriga aylangan. Zero xalq ularni yaxshi ko'rib, ularga ishonib, ularning so'zlariga e'tibor va ahamiyat beradi. Ularning xatti-harakatlarini o'ziga namuna qilib oladi.
Bugun ham ularning hadis deya naql etganlari hali hanuz qabul ko'rmoqda va birov bunga e'tiroz ham bildirmayapti. Natijada islom Qur'on ruhidan, uning asl mazmunidan tobora uzoqlashib boraveradi. Uydirilgan din esa barcha bid'at va xurofot va ilovalari bilan sof islom deya gumon etiladi. 5. O'z mazhab va ra'yini to'g'ri chiqarish uchun uydirilgan hadislar. Ichida birorta ixtilof bo'lmagan Qur'on markazli islomdan uzoqlashib, o'rniga ixtilof va chalkashlarga to'la, uydirma va gumonlarga asoslangan hadis nomli og'zaki xalq ijodi Allohning hukmi deya taqdim etilgan bir muhitda odamlar dinni farqli anglashga majbur va farqli anglashga mahkum. Buning tabiiy oqibati islomni anglashda va unga amal qilishda o'zaro qarama-qarshi yo'nalishlarning ixtilof va tafriqalari hamda qutbiy tushunchalarning hizblashuvi va mazhabiy dogmasi bo'ldi. Bunday muhitda mazhab tobiylari o'z haqligini isbotlash, xalqni o'z ta'siri va mazhabiga tortish uchun payg'ambar tilidan o'z mazhablarini maqtab, boshqa mazhablarni qoralovchi uydirma rivoyatlarga ehtiyoj sezdilar. Hanafiy mazhabi mansublarida shunday bir hadisni ko'rish mumkin. Ummatimda Imom Shofiiy ismli bir kishi chiqadi. U ummatimga shaytondan ham ko'proq zarar keltiradi. Ummatim orasida Abu Hanifa ismli bir kishi keladi. U ummatimning yorqin chirog'idir. Ibn Arroq Tanzihush Shari'a kitobidagi hadis. Bu orada Shofiiy mansublari ham bo'sh turmasdan o'z imomlari himoyasiga yana hadis uydira boshlaydi. Quraysh olimi, ya'ni Imom Shofiiy, yer yuzining har qarichini ilmla to'ldirajak. Bu ham bir hadis. Maliki mazhabi tarafdorlari ham bir chetda qolmaylik deya o'z hadislarini chiqarishadi. Bir kun kelib ilm talabida tuyalarning bo'yinlari uriladi, ya'ni uzoq sayohatlarga chiqiladi. Ammo Madina olimidan, ya'ni Imom Malikdan ilmliroq birortasi bo'lmaydi. 6. Bosim va majburlash ostida uydirilgan hadislar. Avval ham aytganimizdek, hadis to'plash harakatining boshlanishida, ayniqsa ummaviy xalifalarning bosim, majburlash, tahdid va qiynoqlari muhim o'rin egallaydi. İlk hadis to'plagan kishi deyiladigan Zuhriyning ushbu so'zlari bunga dalil bo'ladi. U aytadi: "Biz hadis yozishdan xushlanmas edik, ammo hukmdorlar, ya'ni ummaviy xalifalari va ularning joylardagi valiylari bizni bunga majburlaganlar." Bosim va majburlash ostida qilingan hadis to'plamlarida mavjud siyosiy hukmdorning siyosat, madaniyat, o'tmish va kelajak haqidagi tushunchalarini qo'llovchi rivoyatlar olingan, xilof bo'lganlar olinmagan. Bu hadislar ma'nosiga ko'ra naql etilgani bois, ko'plab rivoyatlar kalima o'yinlari bilan an'ana va urf-odatlarni dinlashtirish yo'lida ishlatilgan. Uydirmalar yonida tarixning ma'lum davriga taalluqli ba'zi tarixiy odatlarni barcha insoniyatga taalluqli din hukmlariga aylantirish holatlari ham ko'p. Bu uydirma va ma'no buzilishlari esa shubhasiz hadis to'plashga buyurgan va bunga majburlagan hukmron sinfning o'z maqsadlari yo'lida qilingan. Bosim va majburlash ostida dinga kiritilgan uydirma va ilovalar ummaviy va abbosiy davrlari bilan cheklanib qolmaydi. Bu davrlarda ko'pincha hadis uydirish orqali dinga kiritilgan ilovalar keyinroq xalifa hamda valiylarning bosimi bilan fatvo va ijtihod nomi ostida davom etdi. Hukmdor tarafidan tayinlangan va maoshga bog'langan din peshvolari ko'pincha o'zlari bog'liq bo'lgan va lavozim bergan hukmdorning manfaatlari va istaklarini hisobga olib turib, ijtihod va fatvolar ijod etib kelgan. 7. Moddiy manfaat uchun uydirilgan hadislar. Hadis naql etuvchilar tijoriy maqsadda hadis aytish yo'liga o'tib olganlar. Masalan, Yaqub ibn Ibrohim 1 dinar evaziga bitta hadis naql etishni qabul etgani ma'lum. Abu Naim al-Fazl esa naql etgani har bir hadis uchun evaz talab etardi. Uning talabalaridan Ali ibn Safar shunday deydi: Abu Naim al-Fazldan hadis yozardik,
Buning evaziga bizdan qimmat dirhamlar olardi. Yonimizda past qiymatli dirhamlar bo'lsa, ustama pul olardi. Al-Kifoya kitobida shunday deyiladi. Faqirlardan zinhor hadis yozmangiz degan tavsiyasidan keyin Umaro ibn Hafsaning boyib ketganini va uning hech yolg'on gapirmasligini va shu bois hadislarini olish mumkinligini aytgan Shoba ibn Hajjojga Ali ibn Osim shunday javob beradi. Yolg'on gapiradigan qanchadan qancha boylarni ko'rdik. Mushtariylarning istak va buyurtmasiga ko'ra hadis ijod etadiganlar ham bor edi. Ko'pchilik tujjorlar sotayotgan moliga xalqni qiziqtirish uchun molning foydalarini aytuvchi hadislar uydirtdilar. Masalan, xushbo'y sotuvchi tujjorlarning mushuk ishlatishning fazilatlari haqidagi uydirtgan hadislari bunga misol bo'ladi. 8. Ma'naviy manfaat uchun uydirilgan hadislar. Payg'ambarimiz va ilk 4 xalifadan keyin hikoyachi, qissachi deyilgan ba'zi kimsalar jami va masjidlarda o'tirib olib, atrofida halqalar to'plashni va ularga va'z nasihatlar berishni odat qilishgan. Aslida bu kimsalarni va'z nasihatdan ko'ra xalq nazarida erishadigani hurmat, shuhrat va obro' e'tibor qiziqtirardi. Va'zlarini ham shunga ko'ra hozirlardi. Shuhratga eltuvchi yo'l esa xalq nazdida mo'tabar bo'lgan diniy, ba'zida milliy tuyg'ularni qo'zg'ash orqali bo'lardi. Buni bilgan qissachilar xalqning diniy tuyg'ularini qitiqlovchi va'zlar aytardi. Hissiyotli xitoblar bilan xalqni yig'latishga g'ayrat ko'rsatardi. Buning uchun payg'ambarimiz nomidan uydirilganlar g'aroyib hikoyatlar bilan va'zlarini bezatishardi. Xalqqa ta'sir etish va ishontirishga urinardi. Xalq eng ko'p ta'sirlanadigan ma'ruzalarni boshida jannat va jahannam tasvirlari keladi. Jannat va jahannam haqida kerakli barcha tasvir aslida Qur'onda yetarlicha bayon etilgan. Ammo bunga qaramay, bu hikoyachi, qissachi toifa ommaning ko'ngliga yanada ko'proq huzn, ko'proq hayrat va ko'proq jo'shqu solish uchun uydirma hadislardagi boy xazinadan foydalanadi. Bu toifaning omadi chopishi uchun yanada ko'proq hadis uydirish kerak bo'ladi. Bu qissachilarning ehtimol eng kulgili va'zlaridan biri shuki, shoir Qulsum bir kuni kim tilini burnini uchiga tekkiza olsa, do'zax unga haromdir degan hadis naql etishi bilan u yerda jamlangan jamoat hammasi tilini chiqarib burnini uchiga tekkazish musobaqasiga kirishib ketdi. Ibnul Javzi bu toifa haqida shularni bayon etadi. Bular orasida yuzlarini har xil bo'yoqqa botirib, sarg'imtir bir tan bilan go'yoki ro'zador qilib ko'rsatadiganlar bor edi. Boshqalari esa istagan paytda ko'z yoshi kelishi uchun yonida tuz olib yurardi. Yana boshqalari esa yasatib bezatilgan kursidan o'zlarini jamoatning ustiga otib yurar yoki tinglovchilar uchun notanish hikoyalarni baqirib-chaqirib kursini mushlar, zinapoyalardan yugurib chiqib tushardi. Bu Ibn Javziyning Al-Qussos val Muzakkirin asarida keltiriladi. Bugun agar atrofni biroz sinchkovlik bilan tekshirib ko'radigan bo'lsak, Ibn Javziy ta'rif etgan toifaning bugungi tobelarini ko'rishimiz mumkin. Va bu tobelar tarixdagi uydirmachi ajdodlariga qanchalik o'xshashligini payqashingiz mumkin. 9. An'ana va urf-odatlarni dinlashtirish uchun uydirilgan hadislar. Qur'on inson hayotining ba'zi taraflariga tegingan, teginmagan mavzularda esa insonlarning erkin tanlovi va ixtiyoriga qoldirgan. İnsanlar bu masalalarda tamoman erkin holda o'z an'anasi, urf-odati va dunyoqarashlari doirasida amal qilaveradi. Masalan, taom qanday yeyiladi, qo'ldami, qoshiqdami, vilkadami degan masala Qur'onda yo'q. Liboslarda ham bo'z choponmi, galstukli kostyum shimmi yoki jinsimi degan savolga ham Qur'onda oyat yo'q. Ochiqlanmagan mavzularda odamlar o'z ixtiyoriga qo'yilgan ekanmi? Demak, taom yo libosda bu variantlardan qay birini tanlash o'z ixtiyori. Qanday variantni tanlamasin, bunga qo'shimcha savob yoki gunoh bo'lishini aytish Qur'onga xilofdir. Ummaviy va Abbosiylar davrida dinimizga qilingan ilovalarning katta qismi o'sha an'ana va urf-odatlarni dinlashtirib, Qur'ondagi islomga qorishtirish orqali qilingan. Qur'onning boshi oxiri aniq ma'lum.
Qur'onda bu an'ana va urf-odatlarga buyurgan birorta ham oyat yo'q. Bunday holda dinni buzishning yagona yo'li hadislar uydirish va Qur'ondagidan tamoman farqli bir sunnat degan zihniyat yaratib, u orqali Qur'onning erkin tanlov haqqi bergan mavzularda ham hukmlar chiqarish. So'ng bu hukmlarni dinlashtirish va muqaddaslashtirish edi. Arablarning va ayniqsa ummaviylarning qavmiyatchi dunyoqarashdan tortib, Quraysh asabiyatigacha, ayol kishiga munosabatdan tortib, to o'sha davrdagi kiyimlargacha, to menyulardan tortib, to hojatni ketkazish usullarigacha yuzlab arab an'ana va urf-odatlari dinga sunnat va hadis nomi ostida tiqishtirildi. 10. Boshqa dinlardan islomga tashish natijasida uydirilgan hadislar. Boshqa dinlardagi uydirmalarni dinimizga tashig'uvchilarni ikki turga ajratish mumkin. Birinchisi, islomni buzish, ma'nosizlashtirish va o'zining g'ayri islomiy e'tiqodiga o'xshatish uchun g'ayridin uydirmalarni qasddan dinga kirituvchilar. Ikkinchisi esa islomga kirgan bo'lsa-da, o'z eski diniy e'tiqod va urf-odatlarini tashlay olmagani bois ularni dinimizga naql etganlar. Yahudiy qissalari, xristian hikoyalari, butparast odatlari, turkiy qavmlarda esa eski shaman odatlari doim dinimizga hadis yoki ijtihod nomi orqali kiritilgan. Hajmi bo'yicha Isroiliyot deyilgan Yahudiy hikoyalari uydirma manbai bo'lishda birinchi o'rinda turadi. Masihiyat deyilgan xristian hikoyalari esa ikkinchi o'rinda turadi. Bular Qur'onda mashru samoviy dinlar, kitob berilgan tavhid dinlari sifatida qabul ko'rgani bois dinimizga osonlikcha o'tavergan. Biz bu moddada faqat mana shu Isroiliyot va masihiyotlardan so'z yuritamiz. Dinimizga Isroiliyotni tashib o'tgan zotlarni eng boshida Kabul Ahbor, Vahb ibn Munabbih va Abdullah ibn Salom keladi. Ko'pchilik musulmon afsuski bu g'ayri din uydirmalarini Qur'on oyatlari yonida naql etaverishda hech qanday karohiyat ko'rmadi va aynan mana shu loqaydlik uydirmalarning ko'payish sabablaridan biri bo'ldi. Bugungi aksariyat tafsir va hadis kitoblarida bu kabi kimsalarning dinimizga tashigan yuzlab uydirmalariga duch kelishimiz mumkin. Misol tariqasida faqat ikkita rivoyatni keltiramiz. Vahb ibn Munabbihdan shunday uydirma rivoyat qilinadi. Baytul Maqdis xalqi Allohning qo'shnilaridir. Qo'shnilariga azob bermaslik Allohning zimmasidagi haqdir. Baytul Maqdisga ko'milgan mayyit qabr imtihonidan va siquvidan najot topadi. Qurtubiyning tafsirida ham kelgan Kabul Ahbor uydirmasi esa quyidagicha. Alloh taolo arshni yaratganida arsh dediki, Alloh mendan da kattaroq biror maxluq yaratmadi va g'ururlanib tebrandi. Alloh unga shunaqa bir ilonni o'radiki, bu ilonning 70 ming qanoti bor. Har bir qanotida 70 ming qil bor. Har bir qilda 70 ming yuz bor. Va har bir yuzda 70 ming og'iz bor. Va har bir og'izda 70 ming til bor. Bu tillar doimo tasbih aytadi. Tasbihlarning adadi esa olamdagi yomg'ir tomchilari-yu, daraxt yaproqlari-yu, dengizdagi qum donalari-yu, dunyoning kunlari va barcha malaklar adadi qadar. Ilon arshning ustida g'ujanak bo'ldi va arsh ham faqat uning yarmigacha cho'zila oldi. Shundan buyon arsh o'zini kamtar tutadigan bo'ldi. Masihiyat, ya'ni xristianlikdagi uydirma hikoyalarni dinimizga tashiganlarga esa Tamim ad-Dori va Ibn Jurayj misol bo'la oladi. Isoning takror kelishi, Dajjal, o'lim farishtasi, jannat va jahannam, masihiyat uydirmalarining eng ko'p sizgani mavzulardir. An'anaviy din mansublari faqat Qur'ondan dinini o'rganuvchi musulmonlarga toqatsiz bo'lgani kabi, ajnabiy islomshunoslarning hadislarga qarshi tanqidlariga ham qizishadi. Bu islomshunoslarning niyati nima ekanidan qat'iy nazar, bu tanqidlarning ilmiy qiymati bizni qiziqtiradi albatta. Musulmon jamiyatlarida yo'qotilgan fikr va ilmiy izlanish erkinligi boshqa jamiyatlarda mavjud. Shuning uchun islomshunoslarning ba'zi tadqiqotlarida ham jiddiy,
hamda o'ylantiruvchi xususlar kun tartibiga keltirgani bu ham bir haqiqat. Bu tadqiqotlarga obyektiv qarash, xatolarni ko'rsatish va o'rtaga qo'ygan to'g'ri ma'lumotlardan foydalanishimiz kerak. Ayniqsa Goldziyer, Schacht, Van Kremer, Sprenger va Dozi kabi mualliflarning kitoblarida ko'pgina noyob va foydali ma'lumotlar bor. Misol uchun, bular orasidagi eng mashhuri Goldziyer shunday deydi: ahbor va ruhbonlarning, ya'ni Musaviy va xristian din peshvolarining, ahbor va ruhbonlarning so'zlari bugungi va o'tmishdagi uydirma injillardan iqtiboslar, Yunon falsafasi ta'limotlari, Fors va Hind maqollari va yana qanchalari hadis kanali orqali islomga kirgan. Bularning barchasi bevosita yoki bilvosita islom dinining mazmuni holiga kelgan. Yahudiy diniy qissalarining ulkan qismi ham islomga sizdirilgan. Agar hadislarda qo'llanilgan material va yahudiy din odatlarini qiyoslab ko'rsangiz, yahudiy din odatlarining katta qismini islom adabiyotiga sizdirilganini ko'rasiz. Goldziyerning Al-Aqida va Sharia asarida.